Hozir sizlarga Dilimnoza ijodidan 4 yoshli Ominani tug'ilgan kuni uchun tayyorlangan serdechkali ledi boksimni obzor qilaman. Boksni ichida Omina uchun tabrik yozilgan va chekkasiga atir boylangan otkritkasi, shunaqa shiringina yozgi tapochkasi va serdechkali fatin yubkachasi bor. Tayyorlangan zakaz Omina qizimizga juda ham yoqdi. Ominaga yoqqanligi o'yinga tushishidan shundoqqina bilinib turibdi. Hozir sizlarga Dilimnoza ijodidan 4 yoshli Ominani tug'ilgan kuni uchun tayyorlangan serdechkali ledi boksimni obzor qilaman. Boksni ichida Omina uchun tabrik yozilgan va chekkasiga atir boylangan otkritkasi, shunaqa shiringina yozgi tapochkasi va serdechkali fatin yubkachasi bor. Tayyorlangan zakaz Omina qizimizga juda ham yoqdi. Ominaga yoqqanligi o'yinga tushishidan shundoqqina bilinib turibdi.